Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Xayrli kun. Sizlar bilan yana men Habibullo. Xudo xolasa, bugungi mavzuyimiz nima bo'ladi? Bugungi mavzuni olib chiqmasam bo'lmasdi, chunki anchadan beri ko'pchilik mendan bu mavzuni so'rayapti. Shu mavzuga oydinlik kiriting. O'zingiz gapirib o'ting shu mavzuni aniqroq qilib deb ko'pchilik so'ragani uchun aynan shu mavzuni olib chiqmoqchiman. Ya'ni bu haqiqatan ham bo'lyaptimi yo'qmi degan savollar ham bo'ldi. Xo'p, nima mavzu deydigan bo'lsanglar agar 2027-yilda, mana shuni yechib qo'ysam bo'lar ekan. Uzr bo'ldi. 2027-yilda YouTube'ga qilinadigan o'zgarishlar, ya'ni 2027-yilda o'sha YouTube o'zgarishlar kirityapti bilsanglar agar ko'pchilik bu narsani bilmasa, hozir buni men sizlarga ko'rsataman. Agar siz kimda o'sha YouTube anaqasi bo'ladigan bo'lsa, YouTube'ni o'zida ingliz tilini biladigan bo'lsa, uzr ming bor. YouTube hammada bor. Ingliz tilini biladigan bo'lsa agar va bu yerda YouTube Creators nimasidan kirib turib bemalol ingliz tilini bilsanglar ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda o'zini bitta chiqib turibdi. Mana bu videoni ko'radigan bo'lsanglar, mana shu videoda полностью even more to creators in 2020. xullas полностью подробно tushuntirib berilgan nima o'zgarishlar kiritilyapti va bu narsa endi nima bo'ladi? Endi YouTube akkauntimiz o'chib qoladimi, maysa shartlarni qayta bajarishimiz kerakmi degan savollar bo'lyapti. Xullas qo'shimchasiga YouTube'da endi qiyinlashadimi, xullas YouTube pul to'lamaydimi, shunga o'xshagan gaplar ham tarqalib ketibdi. Yo'q do'stlar, YouTube'da hech qanaqa muammo bo'layotgani yo'q. Faqatgina YouTube har yili qiladigan o'zgarishlarni yana bu yil ham qilmoqda va bu yil ham YouTube'da o'zgacha o'zgarishlar bo'ladi. Buni albatta minus va plus tomonlarini gapirib beruvchi men bo'laman. Xudo xolasa sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, nima o'zgarishlar o'zgaryapti? Ingliz tilini bilsanglar shu videoni ko'ringlar, agar bilmasanglar mana shu yerda bo'lim bor, silka shuni ustiga bossanglar olib o'tadi sizlarni va bu yerda rus tilida yaxshi tushunsanglar rus tili, xohlasanglar o'zbek tilida ham ko'chirib o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Изменение в партнерской программе YouTube deb aytyapti. 1 fevraля 2027 год мы изменим партнерскую программу YouTube, это позволит нам привести его. Xullas mana shu narsa o'zbekchaga ham qo'yaman. Bu narsani bemalol sizlarga tushuntirib berishni o'zbekchaga qo'yib tushuntiraman xullas. Tak do'stlar, nimalar o'zgaryapti? Keling, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, shuni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Men buni sizlarga tahlil qilib tushuntirib beraman. 2027-yil 1-fevraldan biz YouTube hamkorlik dasturini qayta ko'rib chiqamiz. Bu bizga uni tomoshabinlarning xohishlariga moslashtirish va kanallarning uzoq muddatli o'sishini ta'minlash imkonini beradi. 3 ta asosiy o'zgarish bo'ladi. Birinchisi, Premium Lite kirishni kengaytirish, ikkinchi, Shorts orqali daromad olishning o'zgaruvchan yondashuvi va yangi imkoniyatlar. 3-o'zgarish, YouTube hamkorlik dasturida ishtirok etish va reklama va YouTube Premium orqali monetizatsiya qilish uchun chegaralarini sozlash. Xullas 3 ta o'zgarish glavnisini aytib o'tyapti. Barcha monetizatsiya funksiyalarini daromad olishda davom etish uchun iltimos YouTube Studioga yangi shartlarni 2027-yil 31-yanvargacha ko'rib chiqing va qabul qiling. Ya'ni siz kanal yuritadigan bo'lsangiz agar, hozir sizga o'sha zaявка kelgan bo'lishi kerak, agar shart nimalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani ko'rib chiqib, yangi shartlarni albatta o'zingiz YouTube kanalingizga qabul qilib qo'yishingiz kerak. Nima uchun deganda, erta sizni kanalingiz monetizatsiya bo'lanishi uchun. Agar qabul qilmaydigan bo'lsangiz agar, kanalingizda muammo bo'lishi mumkin. Shu narsani aytib o'tyapti. Endi esa o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Men buni soddalashtirdim-da, ya'ni bu yerda o'zgarish kerak bo'lgan narsalarni soddalashtirib, buni bitta qilib mana bu yerda men mavzu qilib joyladim. Hozir buni ko'rib chiqamiz do'stlar, sizlar bilan birgalikda. Tak, bismillah. Mana shu joyda men joylaganman bu narsani. Ming bor uzr. Ming bor uzr do'stlar, saqlagan narsam o'chib ketib qoldi, topolmay qoldim, hozir to'g'riladim. Xo'p do'stlar, mana kelib oldik mavzumizga ham. 2027-yil 1-fevraldan o'zgargan narsalar. Oldingi YouTube shartlari 1000 ta obunachi 4000 soat yoki 1000 ta obunachi 10 million prosmotr bo'lsa, endi 1000 ta obunachi
ko'rib turganingizdek 8 ming soat yoki 20 million prosmotr bo'ldi. Agar sizni kanalingiz shu paytgacha monetizatsiyaga ulangan bo'lsa, siz hech qanaqa yana qaytadan bu shartlarni bajarmaysiz. Ya'ni hozirgi vaqtda kanalingiz monetizatsiyaga ulangan, siz pul ishlayapsiz. Bu degani siz bu shartlarni bajarishga majbur emassiz degani. Ya'ni siz bajarmaysiz. Shu sabab men nima taklifim beryapman? YouTube'ni hozir boshlab turib, siz kanalingizni hozirdan o'ziga monetizatsiyaga olib chiqib qo'ying. Ertada mana bunaqa qiyin shartlarni bajarib o'tirmaysiz. Ya'ni YouTube'ni hozir boshlaydigan bo'lsangiz, sizga o'sha ertaga plyus bo'ladi ancha-muncha. Ikkinchisi, bu o'sha 90 kun davomida qilingan narsa, buni ko'pchilik biladi. Uchinchisi Premium Lite, bu nima deydigan bo'lsanglar, agar YouTube'ni o'sha obuna, pulli obunasi, ko'pchilik chet davlatda bo'lgan insonlar buni yaxshi tushunadi. Men Rossiyada bo'lgan paytimda o'zim sotib olganman. Pulli obuna sotib olasiz, sizga reklamalar kamayadi. Aynan mana shu obuna sotib olgan insonlarni ham 60% o'sha to'lov qilgan nimasidan 60% endi bizga o'xshagan youtuberlarga to'lab bormoqchi YouTube. Ya'ni bundan ham daromad olishimiz mumkin degan. Ya'ni agar Premium Lite sotib olgan obunachilar, ya'ni video ko'ruvchi insonlar sizni videolaringizni ko'radigan bo'lsa va sizni videoingizdagi reklamani ko'radigan bo'lsa, agar 60% shundan ham tushgan daromadni 60%ni sizga berib boradi. O'zi aytib qo'yibdi bu yerda, mana Premium Lite daromad fondidan ijodkorlarga ulush 60% deb aytayapti xullas. Endi bu ancha-muncha yaxshi deb bilaman. Premium Lite 60, agar Premium o'zi bo'lsa agar 30% xullas. Shunaqa. Keyingi short bonuslar va yangi imkoniyatlar. Shortsga bonuslar berilar ekan endi. Qanaqa bonuslar deydigan bo'lsanglar agar, xo'p, endi shortsda reklama puli daromadi yana oshish kutilmoqda. Bonus deganda o'sha reklama daromadi oshishini aytilyapti bu yerda. Undan keyin talablarga javob bergan ijodkorlarga YouTube bonuslar beradi deb aytayapti. Ya'ni sizning short formatdagi videoingiz yaxshi, sifatli bo'ladigan bo'lsa, talabga javob beradigan bo'lsa, agar YouTubening o'zining bonuslari bo'lar ekan. Balki qo'shimcha daromad bo'lishi mumkin, qanaqadir sizga sovg'a jo'natishi mumkin. Xullas, shunga o'xshagan narsalar berilyapti. Brendlar bilan ishlash imkoniyatini beryapti. Men buni esinglarda bo'lsa, o'tgan safargi jonli efirda gapirib bergandim. Ya'ni bu narsani YouTube qo'shibdi, o'zi qo'shayotgan ekan. Men buni ancha oldin bilardim. Faqatgina buni chorniy xotlari bor edi. Ya'ni boshqa bir brendlarga yozib turib, o'zingiz YouTube kanalingizga reklama olish bor edi. Endi mana shu narsani YouTube o'zi qonuniylashtiribdi. Tushunyapsizlar? Endi YouTube bu narsani qonuniylashtiryapti va buni evaziga siz boshqa brendlar bilan shartnoma qilishingiz mumkin. Kompaniyalar bilan hamkorlik qilib reklama uchun pul ishlash. Ya'ni siz YouTube'ni o'zi mana YouTube'dan sizga aloqaga chiqishadi, Gmail akkauntlar yozib qoldirsangiz agar, sizga o'zi hamkorlik taklif qiladi. Davaychi mana bu stakanimni reklama qilib ber, Kindimajon, men senga to'shta pul to'layman degan reklamalarni endi YouTube'ni o'zi qo'yib qo'yapti. YouTube Shopping, ya'ni siz short formatdagi video orqali o'zingizni sotuvingizni ham yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Bilsangiz agar, Instagramda bu narsa ko'payib ketgandan keyin Instagram, TikTok ham buni qo'shgan edi va mana ko'ryapsizki, YouTube ham bu narsani qo'shyapti. Ya'ni siz short formatdagi videoingiz orqali o'zingizni sotuvingizni ham yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Oldin bunaqa narsani iloji yo'q edi. Nima uchun deganda, brendlar degan avtorskiy chiqardida va videoingizni o'chirib tashardi yoki videoingizni prosmotrini ko'tarmaydi. Xullas, shunga o'xshagan muammolar bo'lardi. Endi esa bu muammoga ham yechim topilibdi va mana shopping tizimi ishga tushibdi. Mana videoim o'chib qolmasa bo'ldi, joyim kamida. Yo'q, o'chib qolmayapti. Xo'p, bundan keyingisi Shortsdagi maqsadli reklama. Agar reklama 5 tadan kam kanaldan iborat guruhga yo'naltirilsa, tegishli ijodkorlar ushbu joylashtirilishlardan tushadigan daromadning 45% ni olishlari mumkin. Ya'ni agar short formatdagi videolaringizda reklamalar oshadigan bo'lsa, shunga o'xshagan narsa, xullas daromad oshyapti degani. Sodda qilib tushuntirganda, short formatdagi videolarda daromadingiz oshib boryapti degani. Bu yana ham plyus. Xullas, shorts imkoniyati juda ham ko'p berilyapti agar kuzatgan bo'lsanglar, longga nisbatan. Ya'ni bu narsa yana ham o'syapti. Xo'p, keyingisi kanal faoliyati talablari. Kanal faol bo'lish uchun quyidagi mezonlardan kamida bittasiga javob berish kerak. 1000 soat tomosha yoki 1 million short ko'rish so'nggi 90 kun. Har 90 kunda ikkita oddiy video yoki 5 ta short yuklash. Xullas, shunga o'xshagan qonun-qoidalar emas, shunga o'xshagan narsalarni ham tavsiya beryapti. Agar mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa agar, ya'ni kanalingizni faol deb biladi va sizni kanalingizda hech qanaqa monetizatsiya shartlarini o'chirib qo'ymaydi yo shunga o'xshagan kanalingizni aktivini tushirib tashlamaydi. Ya'ni siz video kanalga endi bundan keyin doimiy video joylab borishingiz kerak. Agar video joylab bormaydigan bo'lsangiz, agar sizni YouTube kanalingizni aktivsiz deb oladi va kanalingizni o'chirib tashlashi yoki balki to'xtatib qo'yish, option muzlatib qo'yish ham mumkin. Ya'ni mana shunga o'xshagan narsalarni siz nima qilishingiz kerak ekan, joylab borishingiz kerak ekan doimiy.
Xo'p, yetti muxlislarni moliyalashtirish, super chat, xullas bunga o'xshagan narsalarni qo'shibdi, o'zini premium versiyalarini qo'shgan. Buni uncha to'g'risi ochig'ini aytganda zo'r ham tushunmadim. O'qib chiqdim 2-3 marta, nimadan ChatGPT'lardan ham so'radim, lekin uncha tushunmadim. Balki o'zlaringiz tushuna olarsizlar bu narsani. Lekin bu narsani men uncha tushunmadim ochig'ini aytganda. Undan keyin yangi shartlarni qabul qiling. Hozir deyapti, o'sha boya o'tgan narsam, agar sizga o'sha xabar kelgan bo'lsa, YouTube akkauntingizda yangi shartlarni qabul qilish bo'yicha hoziroq bu narsani qabul qilib qo'ying. Ertada kanalingizda muammo bo'lmasligi uchun, mana shu shartlarni nima qilishda muammo bo'lmasligi uchun hoziroq qabul qilib qo'ying. 9-inchisi qanday qabul qilish kerak? YouTube Studioga kiring, bildirisnomani toping, har bir modulni o'qing, katakchani belgilab, keyingi bos. Xullas, bu yerda o'sha nima qilishingiz kerakligini tushuntirib o'tgan. Xo'p, do'stlar, o'zgarishlarni qo'ydinglar. Buni plus minus tomonlarini gapirib bering deganlar uchun men gapirib beraman. Plus tomoni endi bizda konkurent kamayadi. Ochig'ini aytaveray, konkurent kamayadi. Bular bo'lmas, bachkana insonlar ham kelib turib o'zicha aqllilik qilib sizni videongizni o'g'irlab yoki to'g'rilab boshqa narsa qilib pul ishlamaydi. Endi faqatgina o'zingiz normal kontent qilib soqqani soqqa ko'rasiz. Lekin siz YouTube'ni hozir boshlagan bo'lishingiz kerak. Yana bir plus tomoni, YouTube'da konkurent kamayganidan keyin sizning daromadingiz ham oshib boryapti, yana ham plus bo'lyapti. Agar siz hozirgi vaqtda kanalingizni mindsetga ulagan bo'lsangiz agar, demak siz bilingki, hozir ayni vaqtda YouTube'ni boshlagan ekansiz. Agar siz hali ham YouTube'ni boshlamagan bo'lsangiz, biling siz hozir ham va keyin ham YouTube sohasini boshlaganingizdan keyin ancha-muncha qiynalasiz. Hoziroq YouTube'ni boshlash kerak, gazini berish kerak, xullas. YouTube'dan daromadni soqqani soqqa ko'rish kerak. Agar YouTube'dan daromad qilish bo'yicha haligacha ishonmayapsizmi? Mana o'zimni shaxsiy lichkamga yozing. 93 326 21 24 shogirdlarimni real natijasini tashlab beraman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Yana aytmoqchi bo'lgan narsam, YouTube'dan daromad qilish mumkin. Siz hali ham o'ylanib yuribsiz, o'zi pul ishlasa bo'ladimi yoki yo'qmi degan fikrlar bilan o'ylab yuribsiz do'stlar. Bu narsa sizni prosta vaqtingizni oladi xolos. Men bu narsani bekordan bekor gapirmayapman. Mana sizlarga po faktim ko'rsatib berdim. To'sha shogirdlarimni o'zi daromadga chiqqanlarigacha ham ko'rsatib berishim mumkin bo'ladi. Shaxsiy lichkani yozsanglar, kanallarning natijasini tashlab beraman. O'zimni ham natijamni tashlab qo'yaman kerak bo'lsa. Mana shu do'stlar. Qanaqadir savol bo'lsa agar, bu aytib o'tgan nomerim 93lik 326 21 24 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Bemalol xohlagan savolinglar bilan murojaat qilsanglar bo'ladi. Sizlar bilan men Habibullo bo'ldim. Bugun mana sizlar bilan yangilik haqida gaplashdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.